tarif etmayin yuksaksan kamlik qilib. Shonli tarixingni bugun shu butun dunyo bilib. Tanda jonim san o'zing, ta'rifing mehrimdadir. Andijonim sening uchun jonim bersam ozlik qilur. Andijonim, jonajonim, ona yurtim mehribonim. Andijonim, jonajonim, ota yurtim qadrdonim. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch-u qudratga ega. Hammamiz yurtimiz, yurtimiz qadrini farovon qilgan, bizlarni boshqarib turgan prezidentimiz sog' salomat qilgan. Yoshlarimiz dunyoda o'rgangan doimo shunaqa xursandchilik kunlarimizni Alloh taolo bardavom qilsin. Rahmat. Hali omadlar oldindan hali. Yaqinlarda O'zbekiston o'zini, haddini bil fitnachi bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi. Butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda, har sohada bemalol. Butun dunyo maydonida raqobatda shonladi. hokimlarimizga rahmat, o'g'limga ham rahmat. Katta yuzlarim ziyorat qilib chempion bo'lib shu yerda o'yinlarni juda shiddat bilan tomosha qildik.
hayajon bilan tomosha qildik. Oxirgi finalga chiqishda ham juda hayajonlandik. Bizlar yorug' ko'rib YouTube'da keldi. O'zbekistonga yana ham bayroqlarni yuksakka ko'tarishga va'da berasizlarmi? Sog'lom intervyu beradi. Qo'llab-quvvatlaganlarga, taniganlarga, qarindoshlarga, shuncha yig'ilgan odamlarga katta jon rahmat. Xudo shu boshlansa, hali bundan-da yuksak g'alabalar kutib rahmat.